Hurmatli ota-onalar, sizga muhim gapimiz bor. Bizning bolaligimiz telefon bilan o'tib ketyapti. Ba'zida dars qilishni unutib qo'yamiz. Ko'zimiz ham, miyamiz ham charchayapti. Biz bilmagan holda noto'g'ri narsalarni ko'ryapmiz. Telefon bizni o'zgartiryapti. Fikrlashimiz ham asta-sekin buzilyapti. Lekin biz buni o'zimiz to'xtata olmaymiz. Bizga sizning yordamingiz kerak. Chunki telefon bizni o'ziga tortadi. Chunki biz hali bolamiz. Bizga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan sizsiz. Iltimos bizni nazorat qiling. Telefon vaqtimizni cheklang. Kechqurun 21:00 dan keyin telefonimizni olib qo'ying. Bizni majburlang. Bu bizning kelajagimiz uchun. Iltimos, bizga befarq bo'lmang.